Hürmetli vatandaşım, bugün sizlerge ciddi bir haberini anlatımız. Şinyan koçsida Şinjanlıkla adem çaptı nurgun suretle aşkarlandı mavzuluk haber. 7. ayının 13. günü Dovitol bitide ilan kılındı. Haber mundak başlandı. 7. ayının 13. günü Küş'te Şinyan Cungye koçsida keskin etkiş yüzlerdi. Naq meydanda görgen kişilerinin eğitip birişiga esaslanganda naq meydanda nurgun qatım ok etilgan. Qattiq elishish yuz bergan. 10 neferden ortiq Şinjanlik zo'ravonlar odamlarni chopgan, o'ltirgan. Alohida qismlar yetib kelgandan keyin Şinjanliklar miltiq etib urushga kirgan. Rang xabarlarni jumla vatandoshim 3 nefer alohida soqchi o'lgan. Bir neçe yo'lovchi yaralangan. Şinyan şehrinin muavin şehir başlığı Shui Wen-yu naq meydanga berib o'zi qo'mondonlik qilgan. Biz endi qarab baqayli bu ish zodi nima ish. Xabar mundaq davomlashtirildi. Tuvandagi suratlar naq meydanda tortilgan suratlar. Suratlarda ko'cha soqchi mashinalari ko'rsatilgan. Bir öyde öldürülgen 4 nefer adamın cesedi yetipti. Suratda Şinyan soqchi ufşuri deydigan hüccet turuptu. Onundan keyin suratda yana soqchilar tortilgan. Yana bir ufturu Şinjanlıklar kelib Şinyan Jungje ko'chasida odam chopdi. Kashda xabar ko'ringlar, cheket. Ok attı, adam öldü, cheket. Etişiş ahırlaştı çiket. Anlaşılaca 3 nefer kişi öldü çiket. İş ahırlaştı. 20 pay ok etildi. 120 hemmini elip gitti çiket. Yani bir süratli yardarını elip gitivatıdı. Yani bir süratli saqçılar ögüzleri çıkıvaptı. Kran pusuğu çıkıvaptı çiket. Yani bir süratli koçalarda qor kiyim kiygen Qo'shtirnoq ichidagi jasur soqchilar mengib yuriydi. Yana bir suratda butunlay soqchilar va soqchi mashinasi. Keyingi suratda ham shundoq. Yana bir parcha ostidagi suratda bo'yni chepilgan yoki o'q tekkan bir kishining surati ko'paytirilib 3 yerga choplanibdi. Jiddiy tarqalish uqtirishida bundoq deyildi. Şinjan zo'ravonlari bir neçe adamni göregi eli bilip Şinyan Jungje ko'chasini 01 numaralık binanın kaynidagi küçük bir ko'cha tarafga qochdi. Şehirning cho'ng kichik rahbarlari, muavin shahar boshlig'i Shui Wen-yu, nozirlar hammasi yetib keldi. Granat miltiq bilan bir maydon etishdi. Qarang vatandoshim, diqqat qiling buningga. Tafsili xabarni bugun kech axborotdan ko'ringlar. İş bo'lmasa o'tirabga o'tmanglar, cheket. O'qning ko'zi yo'q, cheket. Bak qo'rqinchli. Kishilar uydan chiqolmadi. Eng ostidagi yana bir surat, yana heliqi charlab yurgan soqchilar. Vatandoshim, xabarning yuqorqi mazmuniga diqqat qildingiz, endi davomiga diqqat qiling.